Alaykum do'stlar. Mana bugun yana yangi video chiqarishga qaror qildik. Oxirgi videomiz 3-4 oy oldin bo'lgan ekan. Bu oldingi videomizning ikkinchi qismi bo'ladi. Birinchi videomiz 6 oy oldin qo'yilgan ekan. O'shani davomini hozir qo'yishga qaror qildik. Anchadan beri video qilmadik o'zi. Bugun mana vaqt topib video chiqarishga qaror qildik. Qani bo'lmasam boshladik. Birinchisi, yangi kirganlar uchun NFT giftlar nima degan savolga javob beramiz hozir. NFTlar o'zi nima? NFTlar bu o'zining noyob, unikalniy desak bo'ladi, foni va orqasidagi uzoriga ega bo'lgan sovg'alar bo'ladi. Telegramdan qarab olsak, NFT giftlar har xil bo'ladi. Ko'pincha ular kriptovalyutalar bilan bog'liq bo'ladi va ton adreslarda saqlanadi. Telegram giftlar va boshqa NFT giftlar, masalan Cyberpunk bor, shunga o'xshash NFT giftlar bor. Biz hozir Telegramdagi giftlarni o'rganamiz, chunki biz hozir Telegram haqida o'rganyapmiz. Hozir endi Telegram giftlar on-chain va off-chain bo'ladi. Telegramdagi giftlar esa ko'pincha off-chainda saqlanadi. Bu nima degani? Masalan, siz sovg'a sotib oldingiz. Bu sovg'alarni off-chain va on-chainda saqlash mumkin. On-chain degani bu siz o'zingizni kriptovalyuta adresingizda saqlashingiz mumkin. Hozirda sovg'alar ton kripto adresda saqlanyapti, lekin siz profilingizda, masalan, Telegram akkauntingizda saqlashingiz mumkin. Ular off-chain sanaladi. Hozir endi ularni qanday olish mumkin? Ularni har xil yo'llar bilan olish mumkin. Har xil marketlar bor, masalan, Tunnel market, portals, shunga o'xshash. Ulardan olib va qayta sotish mumkin. Hozirda biz flipping haqida o'rganamiz. Flipping o'zi nima degani? Flipping degani qisqa vaqt ichida bir sovg'a sotib olib, uni qimmatroq narxga qayta sotish degani. Masalan, biz bir sovg'a oldik 10 tonga, uni 15 tonga natsenkasi bilan o'zi narxidan balandroq qilib sotish mumkin. Ularni qanday topish mumkin? Masalan, siz bir sovg'a ko'rdingiz, u sovg'aning modeli masalan 15 ton turgan bo'lsa, siz uni 10 tonga ko'rdingiz, uni sotib olishingiz mumkin va qimmatroqqa sotishingiz mumkin. Agar shunaqa sovg'alarni bahosi past turgan sovg'alarni olasiz va ularni qimmatroqqa sotasiz. Hozir qanday flip qilish mumkin Telegram sovg'alarda? Hozirda flippingning har xil turlari bor. Auksion orqali va har xil sovg'alarni qidirib, ularni yaxshisini topib olishingiz mumkin. Hozir nimalarga ahamiyat berish kerak endi agar sovg'a sotib olayotganingizda deganda, har xil ahamiyatlar berish kerak. Masalan, sovg'ani foiziga, har xil foizi bo'ladi. Masalan, hozir misol qilib ko'rsataman. Mana Portalsga kiramiz. Portals va shunga o'xshash marketlarni silkasini opisyoniyada qoldiraman. Masalan, kiramiz. Nimasiga ahamiyat berish kerak? Mana musobaga kirib turib, foiziga qarasak 1% turibdi. Bu yaxshi degani. Keyin orqasidagi foniga qaraymiz. Masalan, Midnight Blue ham eng yaxshi sanalgan fonlardan biri. Eng yaxshi sanalgan fonlar Black, qora fon eng qimmat turadi va undan keyin Onyx Black qoraga o'xshash, lekin qoradan jicha pastroq turadi. Shundan keyin Midnight Blue va Gunmetal degan fonlarimiz bor. Simbol uzoriga ahamiyat berish uncha shart emas va sovg'alarni modeliga qarash kerak. Eng muhim narsa sovg'alarning model va foni bo'ladi. Masalan, mana bu sovg'a 12 ton turibdi. Bu sovg'ani olishga arzish mumkin, arzimasligi mumkin. Shuni hozir aniqlab chiqamiz. Masalan, foni Moonstone 1.2%, X-Ray 768 ton ekan. Floor 768 ton bo'lsa, bu 12 tonga arzishi mumkin, lekin arzimasligi ham mumkin. Nimaga, qanday qilib buni 12 tonga arzishligini topish mumkin? Hozir yo'qolib qoldi. Mayli, xullas boshqa sovg'ani ko'ramiz. Hozir mana Geranium 651 ton turibdi ekan. Bu lekin Floor 658 dan turibdi ekan. Fire Engine
yaxshi fon sanaladi. Buni ham osiy bo'ladi. Xuddi shunaqa sovg'ani men 3 tonga olib 6 tonga sotib olgan edim. 1% ekan bu sovg'ani flori. Endi buni qaraymiz. Masalan, vachta bossa ko'rinadi. Yozuv yo'q bo'lishi kerak. Tagida masalan, mana shunaqa masha odam orqali bunga sovg'a qilingan deb yozuv tursa ham narxini tushiradi u. Geranium bossak, masalan, o'zi chiqadi mana. 704 tondan turibdi. Keyinlari bu 651 tonga turibdi. Buni ham olish mumkin. Mana. Keyingisining narxi 704 ton turibdi, bu 651 ton. Keyin sovg'alar tarixiga kiramiz. Masalan, sotilgan tarixi 631 ga olibdi buni. Keyin 651 ga qayta sotyapti mana. Bundan oldingisi 1995 tonga sotilibdi. Va undan oldingisi 636, 645, 623, 7. Shunday qilib olishga arziydigan gift ekan. Mana keyin yana nimalarga ahamiyat berish kerak desa, masalan, bu sovg'ani olayotganda mana monoxromligiga ahamiyat berish kerak. Monoxrom nima degani? Masalan, mana bu sovg'a bo'lsa, bu sovg'a modelining rangi jigarrang bo'lsa, orqasidagi fond rangi ham shunga mos tushishi kerak. Shunda sovg'alar yaxshiroq ketadi. Mana 2 tonga shu sovg'ani olganman men. Qimmatroq sotganman. Mana 3-4 tonga olganman, buni 5 tonga sotganman. Shunday qilib yaxshiroq foyda qilsa bo'ladi. Eng muhim narsalar shu sanaladi. Mana hammasi почти monoxrom olingan sovg'alar. Endi bunaqa marketlardan qancha bor desa, bunaqa marketlardan eng mashhurlari 3 ta. Eng mashhuri birinchi o'rinda shu Portals turadi. Mana bularni hammasini opisiyanada qoldiraman. Linkini kirib o'tib olib o'zingizlar savdo qilishingiz mumkin. Va keyingisi market sanaladi. Mana marketga kirib o'zingizlar hammasini har xil funksiyalari bor, o'ziga yarasha. Masalan, bu marketda kirsak, order qo'yishingiz mumkin mana bu yerda. Keyin order qo'ysak, Greystone o'zingiz saytda order qilib, arzonroq olishingiz mumkin sovg'alarni yoki sotishingiz mumkin. Endi keyingisi Tunnelbotga kirsak, bu yerda ham yaxshi, hozircha eng past turgani shu turibdi mana. Bu yerda ham savdolar bo'lib turadi, lekin eng ko'pi Portals va marketda qilinadi. Endi qanday komissiyalar bor bularning? Portals va Tunnelda komissiyalar 5%. Marketda esa tekinga 5 komissiya savdo qilishingiz mumkin. Masalan, Portalsda 5 tonga sovg'a qo'ysangiz 0.25 ton sizdan olib qoladi. Bu ustiga qo'yilmaydi. O'zi 5 ton qo'ysangiz 4.75 sizga keladi. Tunnelda bo'lsa, masalan, 26.5 tonga sovg'a sotgan bo'lsam, unga 5% qo'yib sotadi. O'zining narxiga qo'yib yuboradi. Bunda bo'lsa mana masalan 5% sotishingiz mumkin. 27.5 ga qo'ydim, 27.5 ga sotildi, menga 27.5 keladi. Va endi qanday bunda rozigrish hozir aksiyalar ketyapti. Masalan, rozigirishlar Portalsda giveawaylar ham bor. Har bitta 10 olib kelgan sovg'angiz uchun 3 ta bilet beradi. Bu o'tgan safar ham men sovg'a yutib olgandim. Bu safar ham sizlarga ham tavsiya beraman. Bunda yutib olish oson, ko'proq sovg'alar qo'yishadi bular. Hozirda yangi yil sovg'alariga cashback ham ketyapti. Mana masalan, nail bracelet, lootback va shunga o'xshash sovg'alarga 50% cashback ketyapti. Masalan, komissiyadan 50% sizga qaytib beradi. Endi 3 ta bilet bo'libdi. Mana reytingga kirsak, 1.9 ga biletlilar PP olar ekan, flash PPlar kamida 15.000-20 ming turadi bular. Va ko'proq 500 ton more deb qo'yibdi, ko'proq sovg'alar berar ekan. Va bu yerda giveawaylarga qatnashsanglar bo'ladi. Masalan, 50 ta sovg'ali, 20 ta, 10 ta qora fonli sovg'alar mana. Marketda ham xuddi shunaqa, Tunnelda ham qatnashsanglar bo'ladi. Hammasi o'ziga yarasha funksiyalari bor. Va xullas keyin botlar haqida gaplashsak, masalan, flip qilish uchun
qulaylik yaratib beradigan botlar, masalan, Xgift degan bot bor. Mana bu Xgiftga kirib turib, masalan, любой giftni mana masalan kopировать ссылку qilasizlar va Xgiftga ссылкасini tashlaysizlar. Tashlasanglar sizga narxini chiqarib beradi mana. Оценочная цена deb turib 39.26 ton turibdi. Bu 39.26 tonga baholayapti narxini. Shunga o'xshash, masalan, 30 tonga turgan bo'lsa, market yoki portal yoki tonellar 30 tonga olib turib 39 ga qo'yib qo'ysalar sotilib ketishi mumkin. Chunki bahosi shuncha shu ekan. Va Gift Satellite bot degan bot bor. Bunda ham sovg'alarni 4 ta market bo'yicha topishinglar mumkin. Masalan, Toybeer. Toybeerga kirib turib, kirsanglar mana Telegramda o'zida ko'rsatadi. Telegramda o'zidan ham sotib olishinglar mumkin, lekin u yerdan tavsiya bermayman. Qimmatga sotiladi u yerda. Komissiya 10% bo'lgani uchun. Va mana Portalsda ko'rsatyapti. Mana bu sovg'a ham yaxshi ekan mana. 1.5%. Endi marketda 29 ton, eng arzon marketda bo'ladi o'zi. Lekin marketda hozir komissiya olish uchun shuning uchun shunaqa, lekin savdolari yaxshi emas. Get Games bor, keyin u yer ham yaxshi. U on-chain va off-chain qo'shilgan. Masalan, sovg'alarni on-chain va off-chain sotishingiz yoki sotib olishingiz mumkin. Adresingizga tushishi mumkin yoki xohlasangiz oddiy saqlashingiz mumkin. Mana masalan, mana bu sovg'a 1% ekan, buni ham sotib olishga arzishi mumkin. Get Games ham yaxshi bo'ladi sanaladi. Get Gamesga ham kirib ko'rishinglar tavsiya beraman. Shunday botlar bor. Sizlarga ham bu yerda podpiska yaratib qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, davayt podpiska qilib turib, modellar tanlaysiz, qanday sovg'alarni. Shu sovg'a chiqqanda sizga xabar beradi yoki pul qo'shib qo'ysangiz, sizga avtomatik o'zi olib beradi. Arzonroq narxda qo'yib qo'ysangiz, shunaqa qilib keyin biz o'zimiz kanal ochganmiz. Shunga yangiliklar tashlab boramiz. Har xil rozыгрышlar, konkurslar qilamiz. Shunga qo'shilib bo'lishinglarni tavsiya beramiz. Masalan, Anlim NFT deb yozsanglar chiqadi. Opsiyada ham qoldiramiz mana. Yaqinda ochilgan. Endi yangiliklarni kunlik tashlab boramiz. O'zingizlarga ham tavsiya beramiz. Kirib bo'lishinglarni Anlim NFT deb yozsanglar chiqadi. Shu bilan sizlar bilan xayrlashamiz. Sog' bo'linglar, keyingi videolarda ko'rishguncha.